الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Qator o'qib yetkazilgan xatmi Qur'oni Karimda bir nechtasini mana bag'ishlayapmiz. Allohim dargohingga qabul qilgin. O'qigan qori-qoriyalarimizdan, opa-singillarimizdan, aka-ukalarimizdan o'qib yetkazilgan xatmi Qur'oni Karimni dargohingga qabul qil. O'zing savobini ziyoda qilgin. Savobini Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ruhlariga yetkazgin va jamiki payg'ambarlarning ruhlariga yetkazgin va jamiki mu'min, mu'mina, muslimalarning ruhlariga yetkazgin. Mana shu diyorlarda dinimiz uchun go'zal xizmatlar qilib o'tgan barcha ahli ilm, olim, ulamolar ruhlariga, xususan duoyi qo'llash qilgan hammamizni ham o'tgan yaqinlarimiz ruhlariga, Xudoyo shularni qatorida ehson sohibi bu ukamizni o'tgan hech aqrabolari, umidvori jaddodlar ruhlariga Allohim xursandchilik bir belgisi bo'lib, chiroyli bir o'g'il kutib, farzand kutishyapti, Parvardigor tug'ilajak bu o'g'illarni İmam Azam rahmatullohi alayhiga o'xshagan dinimizga xizmat qiladigan, İmam Buxoriy rahmatullohi alayhiga o'xshagan hadisga xizmat qiladigan, Abdurrahmon ibn Avfga o'xshab Parvardigori olam tadbirkor bo'ladigan go'zal bir farzand bo'lishini Allohim sendan so'rab qilayotgan bu ota-onalarning niyatlariga Parvardigori olam bu hojilarimizni o'z duolariga ijobat qilib, juma kunida Ramazon-i Sharifda Muqaddas muborak kunlarda chiroyli duo olsam, kelajakda bir farzandlarim diniy diyonatli bo'lsa degan yaxshi tilaklarni Parvardigor oldiga maqsad qilib chiroyli dasturxonlar uyushtirib, mana oldimizga yozib duo olib turibdi. Parvardigor olam o'zing maqsadi shar'iyalariga o'zing erishtirgin. Qiblagohlari hoji otamiz, hoji onamizni ham umrini uzoq qilgin, aka-ukalar safarda yurishadi, safarlarni bexatar qilgin. Har yili mana shunaqangi xayriy ehsonlar qilishga o'zing qodir qilgin. Barchamizni ham hamma oila a'zolarimiz bilan, o'g'il qizlarimiz bilan shunaqangi ehsonlar qilishga qodir qilgin. Ramazon sharifda ro'zadorlarni olislarga, olishga, ularni Parvardigor ziyorat qilishiga sabab bo'lsin. Shu joyda mana aqidasiga jamsan farzandsiz o'g'li Allohim qori chiroyli bir zurriyot tarbiya qilishning baxtini Allohim nasib qilsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Hamma xizmatlarni o'zing qabul qilgin. Mana shu joyda bir chiroyli ziyoratlar, yaxshi taomlar, iftorliklar bo'ldi. Buni tashkil qilganlardan o'zing rozi bo'lgin. Mablag' sarflaganlardan o'zing rozi bo'lgin. O'rnini chiroyli to'ldirib qo'ygin. Zamzamlar quyib berishini olib kelishib, chiroyli xizmatlarni qilgan aka-ukalarimizdan rozi bo'lgin. Hammamizni ham takror va takror bu yerlarga o'zing chaqirgin. Va axiru da'wana va da'wahum alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika. Xush kelibsizlar azizlar. Hojatda qiylanmadingizmi? Yo'q. Alloh kuch-quvvat bersin. Yasir aka kayfiyatlar chog'mi? Alhamdulillah robbil alamin. Kartonlar nima Musurdoni qo'pqori gap. Nasim bor nima gap? Yaxshi tinchlik xotirjam inshaalloh. Yaxshi bo'ldimi? Yaxshi ro'zalar yaxshi yetkazib oldinglarmi? Alloh rozi bo'lsin hammadan. Salomlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Amin. Xayrli domla, salomatmisiz? Alhamdulillah. Botir aka videoga olaman desam qo'yasiz, omonmisiz? Evet, alhamdulillah. Kam bo'lmaylar. Hoji bo'y, charchamang.
Alloh salomat qilsin. Hojatda tinchmisiz? Rahmat katta Xudolar Alloh dargohida qabul qilsin. Ilohim. Azizlar, shu bilan Jiddadagi sayohatimiz o'z yakuniga yetdi. Sohillar tomosha qildik, kemalarga tushdik, iftorliklarni qildik, shom namozini ado etdik. Xudo xolasa endi sekin mehmonxona tomon yo'lga chiqamiz inshaalloh.